shay'unlar. Do'stlar bo'lsa yoningda bari oson bo'lar. Boshingga kelsa kulfat yordamga kelar. Turba zavrlar olg'a, xavflar ketsin nari. Turba zavrlar olg'a, sarguzashtlar sari. Turba zavrlar olg'a, yordamga ucharlar. Qutqarishga shay'ular, sen chaqirsang bo'ldi. Turba zavrlar olg'a. Afsus, anchadan beri yomg'ir yog'mayapti. Gullar ham so'lib qolyapti. Bujon, bulutlarni qarang. Yomg'ir yog'ishi aniq. Oho, shunchaki yomg'ir yog'maydi. Haqiqiy jala quysa kerak. Petya, Katya, darhol uyga kiringlar. Avval hamma olmalarni terib olishim kerak. Haqsan, mana ketyapman. Nima bo'ldi? Momaqaldiroq oddiy bir ovoz-ku, undan qo'rqish kerak emas. Lekin chaqmoq esa bu umuman boshqa narsa. Chunki chaqmoq boshqarib bo'lmaydigan elektr energiyasi. U yong'in keltirib chiqarishi yoki odamlarga zarar yetkazishi mumkin. Buni darsda o'rganganmiz. Nazarimda yomg'ir to'xtaganga o'xshaydi. Yur aylanamiz. To'xta, adashmasam o'rmonda nimadir yonayotganga o'xshaydi. Qani? Ana qara, shu atrofga chaqmoq tushgan edi. Bujon, o'rmon yonyapti. Hoziroq o't o'chiruvchilarga qo'ng'iroq qilaman. O't o'chiruvchilar kelgunigacha yong'inni to'xtatishga harakat qilishimiz kerak. To'g'ri aytasan, lekin o'zimiz uddalay olarmikimiz? Shuning uchun hamma umidimiz do'stlarimizdan-da. Yong'inni o'chirishda bizga yordamingiz kerak. Bu juda qiyin topshiriq. Ha, qiyin, lekin biz uddasidan chiqamiz. Mana bu yerda ko'l bor. Ariqni mana bunday qazib, uni suv bilan to'ldirsak, olov narigi tarafga o'tib ketmaydi. Sen rejang ish bermay qolsa-chi? Olov shaharga yaqinlashib qolishi mumkin. Odamlarni ogohlantirish kerak. Siz dov bilan birga qo'shnilarni ogohlantiring, evakuatsiya qilish kerak bo'lsa tayyor turishsin. Biz esa ariq qazishni boshlaymiz. Turbazavrlar olg'a! To'rbul, sizlar ariq qazishni boshlang. Sen bu tarafdan, sen esa narigi tarafdan. Bu yerda qurigan shox-shabalar ko'p ekan. Agar birortasiga olov uchquni tushsa bormi? Trak, qurigan shox-shabalarni yig'ib chiq. Anki, sen yog'ochlarni olovdan uzoqroqqa olib o't. Men nima qilay? Sen esa yuqoridan olov qaysi tarafga qarab ketayotganini kuzat. Shamol biz tarafga qarab esyapti. Olov juda yaqin, shimoliy sharqda. Qayerda deding? Trak chalg'ima. Rahmat, Katya. Har ehtimolga qarshi kerakli buyumlarni tayyorlab qo'yaman. Biz eng kerakli narsalarni tayyorlab qo'ydik. Demak, yolg'on degan. Men hali olmalarimni terishga ham ulgurmaganman. Mayli, nima ham qilardim. Sen esa hammani ogohlantirib yuribsan, barakalla. Barakalla qizaloq. Yashavor. Bu har ehtimolga qarshi yong'inni o'chirishga ulgurishimiz ham mumkin.
Biz uddaladik. Chunki biz bir jamoamiz. Do'stlar jamoasi. Qanday tasvirlar, qanday ajoyib tasvirlar. Olov, tutun, hammangiz ariq qazyapsiz. Ha? Faqat men yetishmayapman. Ha, axir sen suratga olayotganding. Ha, shunaqa. Ana o't o'chiruvchilar keldi. Hozir olovni o'chirib qo'yishadi. Ulgurishim kerak. Chiqaveringlar, bu yerda hech kim yo'q ekan. Voy, buni qaranglar, temir yo'l. Kelinglar birga o'ynaymiz. Chuq, men birinchida turaman. Tu. Yo'q, men birinchi bo'lib turaman. Tu. Yo'q, men birinchi. Bu temir yo'l ustida o'ynash mumkin emas. Bu juda xavfli. Poyezd o'tib qolishi mumkin. Bu yo'l qayerga olib boradi o'zi? Shu yerga kelasan-da, faqat boshqa tarafdan. Axir yer dumaloq-ku. Voy, buni qarang, musiqali arg'imchoqlar ekan. Bu arg'imchoq emas, bu shlagbaum. U yo'lni yopyapti, chunki poyezd yaqinlashyapti. Uni oldida o'ynash esa juda xavfli. Poyezd! Ha? Katya va Petyadan so'rab ko'raylikchi, temir yo'l izlari qayerga olib borar ekan. Tuttu. Ipolit, poyezdimni joyiga qo'y. Yashasin! Men yutdim! Pensiyaga poyezdlar aylanib olib yurishadi deb aytgandim-ku. Temir yo'llari turli shaharlarni bir-biriga bog'lab turadi. Meni poyezdim eng tez yurar poyezd. Hech kim uni quvib o'tolmaydi. Yo'q, meniki tez yuradi. Qaranglar, men yutyapman. Yashasin! Ana ko'rdingmi? Eng tez yurar poyezd meniki. Yo'q, Trek, sen g'urramlik qilyapsan. Sen ko'prikni buzding. Kim g'urramlik qilyapti? Ana xolos, tortishib qolishdi. Trek, sizlar bilan yarashib olishing kerak. Do'stlar, katta ko'prik qulab tushdi. Men qilganim yo'q. Qoyadan katta tosh qulab ko'prik ustini vayron qilibdi. Vaqtimiz juda oz qoldi. Nima qilamiz? Men nima qilishni bilaman. Barakalla Trek. Keyingi poyezd kelmasidan yo'lni ta'mirlab qo'yishimiz kerak. Trek, ustunlarni o'rnat. Tor, ustunlar uchun chuqur qazi. Anki, shag'allarni tort. Turbozavrlar olg'a!
Zerker yarashamiz. Albatta. Faqat baribir men birinchiman. Xavfli vaziyat. Zarba. Gol! Ay. Shoshmanglar, bunday qilmanglar. Xo'sh, bo'l, sen bu tomonga o't. Tra, sen esa ustiga chiq. Bo'la qol. Meni kimdir chiqarib qo'ya oladimi? Olg'a! Qoyil! Biz buni uddaladik. Nima qildik? Uddaladik, xuddi qaroqchilardek. Voy, qaroqchilar. Bu xuddi dengiz qaroqchilaridek gap. Quvnoq qaroqchilar. Ularning bayrog'ida hatto Quvnoq Rojer yozuvi bo'ladi. Qaranglar. Qaroqchilarning o'z xazinalari ham bo'ladi. Ular o'z boyliklarini yashirib qo'yishadi, xazinalarni xarid orqali izlab topishadi. Men ham xazinani topolsam zo'r bo'lardi. Men bilan yuringlar. Ertaga Petyaning tug'ilgan kuni. Sovg'a uchun ajoyib g'oyam bor. Faqat sizlar tug'ilgan kuning bilan. Stolda nima topganimni bir ko'r, xarita. Bunda xazina qayerdaligi ko'rsatilgan. Menimcha shamol bo'lganda derazadan kirib qolgan bo'lsa kerak. Voy, qanday yaxshi. Dinozavrlarni ham chaqirish kerak. Ha, birgalikda xazinani izlaymiz. Haqiqiy qaroqchilardek. Yashasin! Xo'sh, bu tikanli butalar. Shimolga qarab, 3 barmoqchali yurib, qurigan daraxtni topishimiz kerak bo'ladi. Xazina o'shani ostida, tushunarlimi? Kimni 3 barmog'ichalik? Menikidek. Seniki esa 1,5 ta bo'ladi. Qani endi, olg'a! Turbozavrlar, olg'a! Tikali buta qayerda ekan, ha? Voy, mana u. Endi esa 1,5 barmoqchalik shimol tomonga yuramiz. Qurigan daraxt. Men uni ko'rdim. Aynan shu yer. Mana shu yerni kavlash kerak. Nimadir bor. Ha, bu aniq xazina. Nima bu? Yana bir xaritami? Ichida yana xazina joyi bormi? Xo'sh, bu xaritalarni solishtirish kerak. Tushunarli. Xo'sh. Bunisi nima ekan? Voy! Voy! Ana bo'lmasam, seni xursand qilmoqchi edik. Endi xazinamizni qanday topasan? O'zimiz ham qayerga yashirganimizni eslay olmaymiz.
uni ko'l tomondaligini bilamiz xolos. Buni sizlar o'ylab topdinglarmi? Hech qisi yo'q. Xarita shart emas. Shundoq ham topa olamiz. Hamma yuqoriga chiqsin. Men allaqachon yuqoridaman. Qoyil, orol-ku. Haqiqiy orol. Buni kecha tayyorladik. Syurpriz! Shu atrofda xazinamiz bor edi. Hozir topamiz-da. Mana bu tomonni ham jamla. Yaxshilab qaradingmi o'zi? Endi u xazinani hech qachon topolmaymiz. Bu men o'ylagan narsami? Ha, xazina. Xazinani topdik. Tug'ilgan kuning bilan! Qoyil! Yashasin! Qoyil, qaroqchilar kapitani libosi. Endi biz haqiqiy qaroqchilar jamoasi bo'ldik. Qaroqchilar! Olg'a! Avtomagistral yo'lining bir qismida ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Voy. Shuning uchun ham yo'llarda tirbandlik paydo bo'lgan. Voy, buvijon sizga nima bo'ldi? Tishim og'rib qoldi. Zudlik bilan doktorga borish kerak. Avtobusga kechikkandim. Yo'llar esa tirband ekan. Endi hech qayerga ulgurmayman. Buvijon, xavotirlanmang, doktorga ham ulguramiz. Ajoyib! Juda zo'r. Voy. Mana bu turishing unchalik emas. Nima? Lekin baribir yaxshi chiqdi. Senda iste'dod bor. Ha, juda ham iste'dodlisan. Buvimga yordam kerak. Uni zudlik bilan shaharga doktorga olib borish kerak. Nafaqat tez, balki zamonaviy uslubda olib boramiz. Sizlarning uchuvchi navigatoringiz doimo shay. Ya. Oo. Ya. Bu qanaqasi? Shaharga otlandingizmi? Xo'sh. Mashinani kim boshqaradi? Rostdanam, mashinani kim boshqaradi? Xavotirlanmang buvijon. Mashina o'zi yuradi. Nimalarni o'ylab topishmaydi-ya bu odamlar. Voy. Ya. Hech qanday muammo yo'q. Shunchaki ortimdan yuringlar. Sen qara-yu. Hech qanday muammo yo'q deganding. Burilish ko'rinmagan edi-da. Hech qanday muammo yo'q, shunchaki tezroq yuramiz. Tamom. Aytgandim-ku, yo'lda ta'mirlash ishlari, tirbandlik bor deb. Voy tishim. Xavotirlanmang buvijon. Hozir hammasi hal bo'ladi. Tushsang-chi, hozir yiqilasan. Bizda muammo bor. Tirbandlik, yo'lda chuqur bor ekan. Bu jonni esa tishi og'riyapti. Bolalar,
Sizlarning yordamingiz kerak. Turbozavrlar, olg'a! Bul, sen mana bu tuproqni tozalaysan. Tor, sen esa o'ra qaziysan. Trak, sen esa yo'ldan mana bu quvurlarni olib tashlab, o'rani ustini tekislaysan. Anki, sen quvurlar ustiga beton qoplamasini joylashtirishing kerak. Boshladik. Ketdik. Hoy, yo'q. Menga yoqyapti. Bu menga yoqyapti. Qoyil, olg'a. Zo'r mashina ekan-a. Mana bolajonlarim, meni shaxsiy asalli tortim. Yashasin, qoyil. Tish doktoriga miriqib borib keldik. Tishim ham umuman og'rimayapti. Qanday chiroyli, pushti rangli mashina ekan. Alo, eshityapsizmi? Ertaga menga o'zini boshqaradigan mashina yuboringlar. Pushti rangidan bo'lsin. Nima? Qanaqasiga tushuna olmadim. Keyin esa Ivan Tsarevich. Petya, sen multfilmni qo'yib tur, men esa muzqaymoq olib kelaman. Ozgina yeymiz, maylimi buvijon? Aha. Voy. Negadir televizor ishlamayapti. Muzlatgich ham ishlamayapti. Muzqaymoqlar erib ketibdi. Elektr uzilib qolgan shekilli. Multfilm ham, muzqaymoq ham yo'q. Endi qanday yashaymiz? Avval qanday yashashgan bo'lsa, biz ham shunday yashaymiz. Ha? Eskicha uslubni qo'llaymiz. Mana menda dinamo uskunam bor. Uni aylantirsak, elektr ishlab chiqarishni boshlaydi. Men qo'shnilarnikiga chiqib kelaman. Ularda elektr bormikin ko'raman. Voy. Bo'lmayapti. Qotib qopti. Chiroq yonishi uchun esa uni tez-tez aylantirish kerak. Buncha qiyin bo'lmasa, kim uni aylantiradi? Turbozavrlarni chaqirsak-chi? Turbozavrlarni chaqirdingizmi? Bu ishni mahoratlilarga qo'yib beringlar. Bu ishni chinakam mahoratlilarga qo'yib bering. To'g'ri aytasan. Zer, sen borib qarachi. Nega ularda elektr uzildi ekan? Turbozavrlar, olg'a! Turbozavrlar, olg'a! Turbozavrlar, olg'a! Turbozavrlar, olg'a! Ana shunday. Turbozavrlar, olg'a! Elektr yo'qligining sababi ana bu yerda bir parrak. Voy! Nima? Nega unday qarayapsizlar? Parrak kuchli shamol sababli qiyshayib qopti. U yerga nega parra kerak o'zi? Ha?
Bu xuddi dinamo uskunaga o'xshaydi, lekin bunda parraklarni shamol uchiradi. Ular esa elektr ishlab chiqarishadi. Elektr orqali esa muzlatgich, televizor ishlaydi va chiroq yonadi. Parrakni ta'mirlash uchun uni o'z joyiga o'rnatish kerak. Trak, sen ko'tarasan, biz yordam beramiz. Zer, sen esa u tekis bo'lishi bilan bayroqni silkitasan. Tushunarli bo'lsa, turbozavrlar, olg'a! Yaxshi. Yana. Ozgina mana shunday. Voy! Men shunchaki chuqurligini tekshirib ko'rdim. Ehtiyot bo'linglar. U o'ra juda chuqur ekan. Men arralarni haydayotgandim. Kish. Parrakni yanada ko'tarish kerak. Ankining zanjiri esa kaltalik qilyapti. Nima qilish kerakligini bilaman. Ajoyib. Yaşasın, ko'tardik. Qoyil! Endi shaharchamizda yana elektr bor. Besh daqiqadan so'ng tuproq qotadi va toshdek mustahkam bo'ladi. Hech qanaqa bo'ron qimirlata olmaydi. Ana va g'altakni nima qilamiz? Uni hoziroq tutish kerak. Turbozavrlar g'altakni ushlaymiz. Baribir elektr kerakli va foydali ixtiro. Bujon, biz dinamo uskunani aylantirsak ham chiroq yonmadi. Nima uchun? Ha, chiroq ancha yil avval kuyib qoluvdi.